Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Namangandagi suv ombori to'g'oni ostidan suv sizib chiqqani aniqlandi. Qozog'istonda 31 nafar o'zbekistonlik ushlandi. Shpagat ochishga urinmang, Zelenskiy Sholsni tanqid qildi. O'zbekistonda 48 kishi yong'in qurboni bo'ldi. Rasman Qirg'iz-Tojik chegarasida vaziyat keskinligi e'lon qilindi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Qozog'istonda 31 nafar o'zbekistonlik ushlandi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida politsiya xodimlari noqonuniy kavrak qazib olish bilan shug'ullangan 51 nafar xorijlikni aniqladi. Bu haqda Zakon nashri xabar berdi. O'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida O'tror tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Qoraqo'ng'ir qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi dasht kengliklarida dorivor kavrak terayotgan 51 nafar chet el fuqarosi aniqlandi. Ulardan 31 nafar O'zbekiston, 17 nafari Tojikiston fuqarolaridir. Politsiya xodimlari Qozog'iston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 517-moddasi 5-qismi chet ellik yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Qozog'iston Respublikasining aholi migratsiyasi sohasidagi qonunchiligini buzish bo'yicha ma'muriy bayonnomalar tuzgan. Sudning qarori bilan chet el fuqarolari Qozog'iston hududidan chiqarib yuborilgan. Shpagat ochishga urinmang, Zelenskiy Sholsni tanqid qildi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushi bo'yicha Berlinning pozitsiyasini aniq belgilashi kerak bo'lgan vaqt keldi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 13-iyun kuni Germaniyaning ZDF telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Bizga Germaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlash haqida kansler Sholsning kafolati kerak. U va uning hukumati qaror qabul qilishi kerak. Ukraina va Rossiya munosabatlari o'rtasida shpagat ochishga urinib bo'lmaydi, deydi Zelenskiy. Zelenskiy AQSh, Buyuk Britaniya, Boltiqbo'yi va Sharqiy Yevropaning boshqa davlatlari darhol yordam berishni boshlagan bir vaqtda Germaniya va Fransiya Ukrainani faqatgina siyosiy va ritorik jihatdan qo'llab-quvvatlagani haqida gapirgan. Rossiya hukumati qancha odam o'layotganiga ahamiyat bermaydi. Bu urush qancha davom etishi ularni qiziqtirmaydi, chunki u energiya resurslarini eksport qilish orqali daromad oladi. Ammo biz odamlarning hayotini yo'qotayotganidan qayg'uramiz, deydi Vladimir Zelenskiy. Ukrainaning turli darajadagi rasmiylari Germaniyani Kiyevga va'da qilinayotgan qurollarni kechiktirayotgani uchun tobora ko'proq tanqid qilmoqda. May oyi oxirida Ukrainaning Germaniyadagi elchisi Andrey Melnik Olaf Scholsni yetakchilik etishmasligida va Ukraina manfaatlariga e'tiborsizlikda ayblagandi. Keyinchalik u Scholz alohida og'ir qurollarni yetkazib berishni xohlamasligini va shunchaki o't ochishni to'xtatishni kutayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi. O'zbekistonda 48 kishi yong'in qurboni bo'ldi. O'zbekistonda joriy yilning o'tgan 5 oy mobaynida 48 kishi yong'indan qurbon bo'ldi. 82 kishi tan jarohati oldi. Bu haqda 14-iyun kuni AOKda bo'lib o'tgan brifingda Favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarma boshlig'i O'lmas Muzaffarov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, o'tgan 5 oy davrida respublikada yuz bergan yong'inlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 567 taga, tan jarohati olganlar soni 26 taga, halok bo'lganlar 8 taga kamaygan. Biroq kunlarning keskin isib ketishi evaziga yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilmaslik oqibatida yuz berayotgan yong'inlar tashvishli hisoblanmoqda. May oyi va iyun oyining birinchi 10 kunligida yong'inlar bilan bog'liq vaziyat faollashgani kuzatilmoqda. Ushbu davrda sodir bo'lgan yong'inlar 981 tani tashkil etib, 106 tasi qurigan o'simliklarning yonishi, 665 tasi aholi turar joylari va 210 tasi boshqa obyektlarga to'g'ri kelmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat hollarda aholi yashash joylarida yong'inlar maishiy konditsioner va muzlatgichlardan hamda tozalanmagan quruq o'tlarning yonishidan kelib chiqayotgani ma'lum bo'lgan. Bunday jazirama paytlarda inson uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida havoni salqinlantiruvchi turli elektr qurilmalardan, ayniqsa konditsionerlardan foydalanish darajasi ortishi tabiiy. Biroq konditsionerdan uzoq muddat qarovsiz foydalanish, elektr ta'minoti qoidalariga rioya etmaslik, bitta elektr iste'molchi uchun mo'ljallangan elektr toki manbalariga katta quvvatga ega bir necha iste'molchilarning ulanishi, elektr kabellarning qizishi oqibatida manfiy va musbat simlarning qisqa tutashuviga olib kelib, yong'in chiqishiga sabab bo'lmoqda. Rasman Qirg'iz-Tojik chegarasida vaziyat keskinligi e'lon qilindi. Avvalroq 14-iyun kuni yana Qirg'iz-Tojik chegarasida otishma sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. Otishmadan keyin o'tkazilgan muzokaralar chog'ida Qirg'iziston va Tojikiston vakillari chegaraning umumiy uchastkasida mojaro zonasida joylashgan bo'linmalarni jangovar pozitsiyalardan olib chiqishga qaror qilishdi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati ma'lum qildi. Muzokaralarning birinchi natijasi bo'limlarni jangovar pozitsiyalardan olib chiqish qarori bo'ldi. 2022-yil 14-iyun soat 13:00 holatiga ko'ra Qirg'iziston-Tojikiston davlat chegarasi uchastkasida vaziyat keskin, deyiladi rasmiy xabarda. Chegara xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumanining Buloqboshi hududida bo'lib o'tayotgan tomonlar vakillarining uchrashuvida Tojikistonning So'g'd viloyati va Botken viloyati vakillari ishtirok etmoqda. Ta'kidlanishicha, Qirg'iziston tomonidan bugun ertalab Buloqboshi hududida ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir bo'lgan otishmada hech kim jabrlanmagan.
Namangandagi suv ombori to'g'oni ostidan suv sizib chiqqani aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda yer tikkan suv ombori tashqi to'g'oni ostidan suv sizib chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, 14-iyun kuni soat 10:35 da Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tezkor navbatchisidan olingan og'zaki ma'lumotlarga ko'ra, Kosonsoy tumani Qo'qonboy qishlog'ida joylashgan yer tikkan suv omboridan suv sizib chiqishi kuzatilgan. Yuqoridagi holatni bartaraf etish maqsadida suv ombori Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda tegishli tashkilot mas'ul xodimlari bilan birgalikda o'rganib chiqilgan. Yer tikkan suv omborining ikkita yerli joylaridan suv sizib chiqishi 13-iyun kuni 19:00 da boshlangan. Damba temir betonining o'zi mustahkamligi, aholi va to'g'onga xavf yo'qligi aniqlangan. Suv sizib chiqishini bartaraf etish maqsadida Kosonsoy suv omboridan suvni chiqarish to'xtatilgan hamda yer tikkan suv omboridan Kalbuva va Musaariq kanallariga suv chiqarish 4 metr sekundgacha oshirilgan. Ombordan shu hajmda suv chiqarish 2 sutka mobaynida davom ettirilishi evaziga sizib chiqayotgan suv joylari bartaraf etilgan. Hozirda ushbu suv omborida vaziyatni kuzatib borish va ishlarni nazorat qilish maqsadida tegishli mutaxassislardan iborat tunu kun kuzatuv posti tashkil etilgan. AQSh Ukrainaga yuboriladigan jangchilarni bevosita va bilvosita tayyorlamoqda. Bu haqda Amerikaning The Guardian nashri xabar berdi. Endi Ukrainaga jangchilarni yuborish uchun Markaziy razvedka boshqarmasining maxsus dasturi mavjud. AQSh Ichki xavfsizlik departamenti bu odamlar boshlarida urush bilan uylariga qaytishlaridan qo'rqadi, ammo Bayden ma'muriyatida ular oddiygina ko'ngillilar deb hisoblanadi. Mirziyoyev aholi qancha elektr energiyasiga muhtoj ekanini aytdi. Hozirgi kunda aholida kamida 2-3 milliard kilovatt-soat qo'shimcha elektr energiyasiga talab mavjud. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyot tarmoqlari, aholi va ijtimoiy soha obyektlarida qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan keng foydalanish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishida aytib o'tdi. Qayd etilishicha, yig'ilishda so'nggi yillardagi islohotlar natijasida aholining elektr ta'minotidagi uzilishlari ancha qisqargani ta'kidlangan. Lekin kuz qish mavsumida aholining gazga bo'lgan ehtiyoji keskin oshishi sababli barcha yuklama elektr tarmoqlariga tushayotgani aytib o'tilgan. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, hozirgi kunda aholining kamida 2-3 milliard kilovatt-soat elektr energiyasiga qo'shimcha talabi mavjud. Kelgusi 5 yilda esa bu ehtiyoj yana 10 milliard kilovatt-soatga oshadi. Bunday vaziyatda eng samarali yo'l muqobil energiyadan foydalanishni ko'paytirish. Bu borada 2009-yilda alohida jamg'arma tashkil qilinib, aholiga byudjetdan subsidiya berish tizimi joriy qilingan. Mirziyoyev shuningdek birorta viloyat, tuman va shahar hokimida yoki vazirda o'z tumanidagi tashkilotlarda energiya iste'moli, uni tejash, muqobil energiya uskunalarini o'rnatish bo'yicha hisob-kitob yo'qligi, ular joriy qilingan subsidiya va kompensatsiyadan o'z tarmog'i yoki hududida foydalanish bo'yicha jon kuydirmagani haqida tanqid qildi. Prezident ushbu masala umummilliy ahamiyatga egaligini qayd etib, muqobil energiya uskunasini o'rnatgan aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy etilishini ta'kidlagan. Bunda aholi va tadbirkorlarga o'rnatilgan quyosh va shamol elektr uskunalari uchun quvvati qariyb 15 million so'mgacha, suv isitish qurilmasi uchun esa 2 million so'mgacha kompensatsiya to'lanadi. Yoki uskuna qiymatini 3 yil ichida foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Ushbu tizim Energetika vazirligining maxsus jamg'armasi orqali joriy etilishi belgilangan. Zelenskiy 2 yo'nalishda ruslar siqib chiqarilayotganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Zaporojye va Xarkov viloyatlarida dushmanga qarshi kurashda. Bu haqda Zelenskiy video murojaatida aytdi. Shuningdek, u 9-iyun kuni ertalabki hujumdan keyin kun davomida Xarkovda teleko'rsatuvlarni qaytadan yo'lga qo'ygan mutaxassislarga minnatdorlik bildirgan. Televizion markazlarga zarba berish, aloqa kanallarini yo'q qilish, odamlarni yolg'iz qoldirish. Bular bosqinchilarning taktikasi. Ularsiz buni amalga oshirish mumkin emas, chunki ochiqlik va halollik ham Rossiya davlatiga qarshi quroldir, deb ta'kidlagan prezident. Uning so'zlariga ko'ra, frontdagi vaziyat so'nggi sutkada deyarli o'zgarmagan. Hozirda bosqinchilar Sverodinsk, Lisichansk va Donbassning boshqa shaharlarini asosiy nishon deb hisoblamoqda. Zaporojye viloyatida bizda ma'lum bir ijobiy o'zgarish bor. U yerda bosqinchilarning rejalarini puchga chiqarishga muvaffaq bo'lyapmiz. Biz Xarkov viloyatida yerlarimizni ozod qilib, asta-sekin olg'a boryapmiz. Nikolayev yo'nalishi bo'yicha mudofaani ushlab turibmiz, dedi Zelenskiy. Qayd etish kerakki, so'nggi vaqtlarda Rossiya kuchlari bor e'tiborni Lugansk viloyatining Sverodinsk shahriga qaratgan. Shahar uchun shiddatli janglar davom etmoqda. Ruslar shaharning katta qismini egallagani aytilmoqda.